Assalomu alaykum hurmatli Ishtixon baraka uylari obunachilar. Bugun aynan biz Ishtixon shahri, ya'ni O'zbekiston mahallasi Betonka, ya'ni M37 yo'nalishidagi Regazdan o'tganingizda mana Grand Aziya to'yxonasi, legendarniy to'yxonalardan bittasi va Regaz ikkalasi o'raliqdagi kelib tupikka qadalasiz va chap tomonda joylashgan umumiy sotig'i chegaramiz aynan mana shu yerdan boshlanadi. Umumiy sotig'i 12 sotiq joyimizda, ya'ni korobka holatdagi uy joyi bilan sotuvga chiqarilyapti. Kimda kim agar dokumentalni joy kerak, korobka joy kerak, srochno sotiladigan bo'lsa, arzonga degan joyiga aynan yarim avval tayyor holatdagi imoratlarni ham hozir ko'zdan kechirib chiqdik. Juda ham yaxshi holatda turibdi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib bog'lansanglar, kelishiladigan joyi bor. Srochno sotilgani uchun arzon qilib berib yuboryapman dedi. O'shaning uchun xo'p, endi kirish xuddi mana bu yerdan baribir bitta o'zingizga darvoza ochib olasiz, chunki xonadon vakillari, ya'ni o'sha xonadon egalari, aynan sotiladigan joyning egalari bu tomonda sizga, ya'ni hamnafas qo'shni bo'lib turadi. Chegaramiz aynan mana shu yerdan zabor tortilgan holatda bo'lsa, u tomondan darvozamiz ochiladigan bo'ladigan bo'lsa, aytib o'tganimizdek, umumiy 12 sotiqga barpo qilingan xonalar soni 4 ta, ya'ni o'sha korobka holatida yarim оборот 50% bitgan, 50% ish qolgan. Aynan misol uchun ham arzonga, ham uy joyi lozim bo'lsa korobka holatda uy joyi Ishtixondan, ya'ni gaz svetdan muammosi yo'q. Eng asosiysi dokumenti 100% toza joy bizga kerak deganlar uchun bitta, ikkita, tak, mana bu yerda 3 ta, ayvoni bilan 4 ta, o'zimiz tilda ham perxoshka, ya'ni teraska deydi, bu 4 taga kirib ketadi bu ham. Mana bu yerda bitta xonasi bor ekan. Tak, zabor tortilgandan keyin tualet, hammomlar ham, mana bu kladovkalar ham hammasi aynan sizning nomingizga o'tib ketadi. Dokumentdan masalasi yo'q, pastda nomerlarni qoldiramiz, xonadon egalari bemalol telefon qilib bog'lansanglar bo'ladi. Umumiy bahosi yer hisobida 55 million so'm deyishyapti. Aynan Ishtixon barakali uylar jamoasining nomidan, kanaldan chiqsanglar, aynan mana shu joyimizda skidka narxida qilib beraman. Ya'ni aka, tezroq telefonni olib, pastdagi nomerga telefon qilib, ham uyli, ham joyli va eng asosiysi, ko'rib turganingizdek, bepoyon dala, katta hovliga ega bo'lib qolasiz. Mana tovuq fermasi ham bor ekan. Tovuqlar ham bor ekan. Chegaramiz aniq belgilangan. Mana bu yoqda og'ili bor ekan. Mol-pol boqaman desangiz, og'ili ham bor ekan. No, agar mana bu hammom, tualetlar ham sizni balansingizga o'tib ketadi. Ya'ni arzon, juda ham arzon narxga bunaqangi joyda topa olmaysizlar. O'shaning uchun tezroq uspet qilish kerak, tezroq aloqaga chiqish kerak. Bunaqangi joylar kamdan kam chiqib qoladi. Ya'ni o'sha 50 ta, 40 ta, 30 tadan bitta chiqib qoladi. O'shaning uchun tezroq uspet qilib olib qolish kerak. Mana gaz bor. Eng muhimi, samый главный gazingiz bo'ladi. Hoji aka, Amerika bo'lib yotibdi. Mana endi rancho qilib qo'ysangiz, buyog'i o'sha Texasda, Florida shtatida. Aynan sizlar.